Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilinadi. Zayd ibn Harisa ayolidan shikoyat qilib keldilar Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga. Shunda payg'ambar alayhisolatu vasallam ittaqillah va amsik alayka zawjak deb marhamat qildilar. Allohga taqvo qil. Allohga taqvo qil, ayolingni o'zingda ushlab qol dedilar. Ayolingni qo'yib yubormagin. Allohdan qo'rqgin, Allohga taqvo qilgin, ayolingni o'zingda ushlab qolgin dedilar. Ayolidan shikoyat qilib kelgan sahobiyga payg'ambar alayhisalom shunday ta'kid qildilar, shunday va'id qildilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam xo'sh, ayolingda nima ayb, senda nima ayb deb maydalashmadilar, ham so'ramadilar. Oila masalasi mana shunday jiddiy masaladir. Ayolidan shikoyat qilib keluvdi, sen haq ekansan, ayoling nohaq ekan yoki ayoling haq ekansan, nohaq ekansan degan so'zlarni aytib o'tirmadilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Allohdan qo'rqgin, ittaqillah va amsik alayka zawjak. Ayolingni o'zingda ushlab qolgin dedilar. Nasihatni lo'nda qisqa qildilar. Bu nasihat muhtaram aziz jamoat, bu siz bizga qilingan nasihatdir. Butun islom ummatiga qilingan nasihatdir. Bugun oilalar, ajrimlar muhtaram aziz jamoat soni oshib borishligi ham Allohga taqvo qilmaslikni ketidandir. Alloh subhanahu va taologa o'z zotning huzurida hisob bo'ladigan kunni o'ylamaslikdir. Bir oilaning 18 yoki 19, 20 yil avaylab ehtiyot qilib topshirilgan omonatni xiyonat qilishlikdir. Zulm qilishlikdir bir so'z bilan aytadigan bo'lsak.